Bugungi kunda ijtimoiy tarmoqlarda Arizona kiparslari haqidagi ma'lumotlar va ularning aksiyalari juda ham to'lib toshib ketdi. Bugun bo'lsa men sizga aynan shu archalarni xarid qilishda nimalarga e'tibor berish kerak va Zahiriddin Flowers pitomniki tomonidan maxsus chegaralar berilayotganligi haqida ma'lumot berib o'taman. Arizona kiparslari archalari o'zini chiroyli noodatiy ko'rinishi va o'zidan keladigan xushbo'y hidi bilan barcha bog'bonlar dilidan chuqur joy egallagan. Xalqimiz orasida bitta mif yuradi. Kiparis archalarini Italiyadan keltirganlari juda ham yaxshi bo'ladi deyshadi. Yo'q. Aslida Italiyadan, Turkiyadan yoki boshqa davlatdan keltirilgani ahamiyatsiz. Siz olayotgan kiparis archalari eng avvalo mana shunaqangi tag payvanddan o'tgan bo'lishi kerak. Tag payvand juda ham muhim, sababi kiparis arizona archalari madaniy o'simlik bo'lganligi uchun o'z turining yovvoyi naviga payvand qilinadi. Bu bo'lsa archani chidamli va ildizlarning mustahkam bo'lib o'sishiga xizmat qiladi. Ikkinchidan bo'lsa, kiparis arizona archalari tanasini tekisligiga e'tibor berish. Agar archangiz tanasi tekis bo'lmasa, siz uni 10 yilda ham, hatto 20 yilda ham tekislab ola olmaysiz. Yana bir muhim tavsiya berib o'taman. Siz xarid qilayotgan Arizona kiparis archalari imkon qadar maxsus tuvaklarga egilgan bo'lsa, yaxshiroq. Mana shunaqangi sog'lom, balandligi 2,5 metr chiqadigan Turkiyadan keltirilgan kiparis arizona archalari hozirda Zahiriddin Flowers pitomligida $80 sotuvda. Va bu aksiya muddati 15 fevralga qadar davom etadi. Batafsil ma'lumot uchun mana shu telefon raqamlariga bog'lanishingiz yoki tez vaqtda qoldirilgan manzilga kelishingiz mumkin.